Qasamni buzganimni bilaman. Xizmatdan bo'yin tovladim. Devorga qaytib hammani ogohlantirishim kerak edi, lekin oq piyodalarni ko'rganimga ishonaman. Odamlar bundan ogoh bo'lishi shart. Iltimos sizdan oilamga yetkazib qo'ying. Men qo'rqoq emasman. Bundan juda afsuslanyapman. Meni kechiring. Birinchi atalmish Barationlar sulolasi bo'lgan Robertning nomi bilan Abdallar qiroli va ilk odamlar, Otang ko'rib 7 qirollik hukmdori va davlat himoyachisi nomi bilan men Starklar oilasidan Eddard, Lord Winterfell va shimol himoyachisi senga o'lim hukmini chiqaraman. O'zingni munosib tutding. Nima uchun shunday yo'l tutganimni bilasanmi? Jon xizmatdan qochganini aytdi. Nima uchun uni o'zim qatl etdim? Qadimgi odatimiz bo'yicha. Hukmni chiqargan odam qilichni ham o'z qo'liga oladi. U haqiqatan ham oq piyodalarni ko'rganmi? Oq piyodalarni 1000 yildan buyon hech kim uchratmagan. U yolg'on gapirdimi? Savdoyi o'zi ishongan narsani ko'radi.